Assalomu alaykum. Bütün dünyadaki özünü men Uygur'un evladı deydigan barliq aziz qarindoshlarim. Dünya tarixida ismini tilga olsimi til meynat bo'ladigan eng fosiq, paskina mahluqat bo'lgan insoniyatning, tabiatning, hayvonotlarning, qushlarning, o'simliklarning dushmani bo'lgan va shularning yiltiziga tushgan fosiq qurt, bakteriya, vabo virusi, iflos Xitoy kommunist tajovuzchilari dünya tarixida ajoyib saltanatli imperiyalarni qurgan Uyg'urlar eng qimmatli yo'l, Ipak yo'li orqali bütün dunyoga o'z madaniyatini taratgan 10 imperiyasi, Ko'ktürk xonligi, Urxun Uyg'ur xonligi, Qarxonilar xonligi, Saidiya xonligi qatorliq imperatorlik va xonliqlarni qurgan ajdodlarning avlodlari bo'lgan bugungi biz Uyg'urlar yo'qolib ketish va g'oyib bo'lib ketish oldida turyapmiz. Endi bir-birimizga bo'lgan saxta sun'iy tasallini jiroqlarga cho'rib tashlab, ittifoqlashaylik, o'yg'inaylik, o'rnimizda dast turaylik qarindoshlarim. Iflos Xitoy tajovuzchilari bizga qarta irqiy qirg'inchilikni burun yo'shirin ilib borgan bo'lsa, amdilikda ochiq oshkora irqiy qirg'inchilik ilib beryapti. Muqaddas kitoblarimiz ko'ydirilyapti. Ata-ana akfuka, ot singillarimiz, do'st og'aylarimiz, sabiy farzandlarimiz, urug' tuqqan qavmi qarindoshlarimiz Xitoyning jazo lagerlarida o'ltirilyapti va qiyin qistoqlarga elinyapti. Bo'raklari elinib setilyapti. Ot singillarimizning ishbat nomusi Xitoy to'ng'izlari tarafidan bulg'unyapti. Erkeklerimizde iflos Xitoy to'ng'izlari jazo lagerlarida tamoqiga dori aralashtirib iqtidarsiz pishaq qilyapti. Medeniyetimizde, örf adetimizde, tariximizde, kimlikimizde, hatta kabir tağutumuzda bu pak-pakizi yo'qotyapti. Hozir çaresiz qolgan xalqimiz sakratga tushgan holatida turyapti. To'mirlarda vatan seg'inishi o'qchiyotgan Sharqiy Turkistonni mening vatanim deydigan har bir Uyg'ur bütün dünya bo'yicha elib berildigan 7-oyning 5-kunidagi Ürümçi qirg'inchiligi namoyish faoliyatiga umumiy saf bo'yicha otilishinglarni umid qilaman. Assalomu alaykum Norvegiyadagi barliq aziz qarindoshlar. Oldimizda 5-iyun Ürümçi qirg'inchiligining 9 yillik xotir kuni kelish oldida turdi. Shu qonlar daryo bo'lib oqqan dahshatli kechidan keyin Uyg'urlarga millat sifatida dushman tamg'isi besildi. Bizning Uyg'ur bo'lganligimizning o'zi bizga bu dunyodan rayimsizlarcha yo'qotilishimizga yetarli gunoh bo'ldi. Erkiy qirg'inchilik, har tarafdan siqib chiqarish, qonli yuyish, sistemli holda planliq kuchaytirilib, dinimiz, tilimiz, urf-odatimiz va Uyg'urlik kimligimizning o'zimi yo'qolish girdobiga berib qoldi. Nassiz Xitoy hukumatı bizni xohlagancha o'ltirib qirgandan boshqa, hozir millionlab qarindoshlarimiz jazo lagerlarida hayvondan battar zulmga uchirmoqda. Bizning hozirgi ahvolimiz shunchalik og'ir bo'lsa-mu, bir nuqtani unutmasligimiz kerakki, nassiz Xitoylarning kuni uzoq qolmadi. Xitoy bizga qilayotgan barliq zulmlarni o'zidagi Uyg'urlarga bo'lgan qo'rqinchning kuchayishiga ergishib, davomli og'irlashtiryapti. Xitoy o'zidagi ojizlikni yoshirish uchun biz Uyg'urlarni o'zining davlat mudofaa qamchotidan ortiq chiqim qilib bostiryapti, o'ltiryapti. Bu kun uzoqqa bormaydi. Kecha qancha uzun bo'lsa-mu, hamini tong otdi. Zimistonning kelishi orqadagi bahorning shapisidan derak berdi. Shuning uchun biz barliq g'azab nafratimizni kuchga aylantirib, har birimiz ishni o'zimizni kuchaytirishdan boshlaylik. Birlashaylik, ittifoqlashaylik. Allah barliq Uyg'urlarni o'z panohida saqlasin. 5-iyun kuni Osloda bo'lgan namoyishni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. Norvegiya jamoati kichik-cho'ng hammalarga salom. Ben odaydigan hammalarga diqqatlarga anglarga namoyish qatnashib, hammalar qatnashib beringlar. Sizlarga taklif qilaman, bir tarafdan o'zinglar bo'yindagi qaz mashina uzish kerak, azozdan. Ana hammalar kelinglar. Rahmat. Omon bo'linglar. Natsist lagerdagilarning erkinligi, Sharqiy Turkistonning ozodligi. Eng muhimi o'zingizning vijdoniy, imoniy va odamiyligini ifodalash uchun
7 ayının 5. günündeki namayışa qatnashing. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylarida Uyg'ur qarindoshlar. Hammanglarni 7 ayning 5 kunidagi Osloda bo'lgan namoyishga taklif qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum Nuriyatga barliq qarindoshlar. Sizlar hammanglarning 7 ayning 5-i Oslo poytaxtida o'tkazilgan namoyishga chaqiriq qilamiz. Hammanglar 7 ayning 5 kuni Osloda ko'rishaylik. Assalomu alaykum Nuriyatga barliq jamoat ham qarindoshlarim. Sizlarni 7 ayning 5-i Nuriya poytaxt Osloda o'tkazilgan namoyishga chaqiriq qilamiz. Alloh hammamizga birlik va ittifoq ato qilsin. Alloh qolsa 7 ayning 5-i Osloda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. Muhacirat yashayotgan barliq Uyg'ur qarindoshlarim. Men bu video orqali vatanimiz Sharqiy Turkistonning Urumchi shahrida yuz bergan 5-yo'l qonli qirg'inchilikni xotirlash yuzidan sizlarni ham jumladan Stavangerdagi butun Uyg'ur qarindoshlarimni va yoshlarni Osloda o'tkazmoqchi bo'lgan namoyishga chaqiraman. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin. Rahmat sizlarga.